Ba'zi odamlar tungi navbatchilikda uxlab qoladi. Ba'zilar esa qorong'uda boshqa bemorning yoniga boradi. Hech qanday tibbiy sababsiz. Faqat qarash uchun. Doktor Mehtab, siz nima qilyapsiz? Bu qiz sizga nima qildi? Ko'chalarda yuk tashuvchi yuk mashinalari, uzoq masofaga qatnaydigan avtobuslar va boshqa transport vositalari harakatlanmoqda. Ikki chekkada sariq rangli lampalar yonib turibdi. Klinikaning sun'iy chiroqlari bemorlarning qulayligi uchun yoqilgan. Kimdir mudrab o'tiribdi, kimdir esa mas'uliyat bilan ishlashda davom etmoqda. Bu yerda dam yo'q. Odamlar smena bilan ishlaydi. Shifokor deb atalmish jonzotlar. Ular ham uxlaydi, ular ham charchaydi. Majburiyat tufayli o'z hayotlari ham boshqalarga qaram bo'lib ketadi. Derazadagi oq pardani tortib, qora rangli stulga o'tirdi Mehtab. Shuncha vaqt turli ishlar bilan band bo'ldi. Shahar band bo'ldi. Tana bir oz dam olish kerakligini aytdi. Shu ehtiyoj tufayli u og'zini stulga tashladi. Oq shisha ko'zoynagini echib, yoniga qo'ydi va ko'zlarini yumdi. Uxlamaydi, lekin butunlay uyg'oq ham bo'lmaydi. Ingliz tilida nap deb ataladi. Ko'zlarini yumib, boshi soviy boshladi. Yumilgan ko'zlar oldida galati manzaralar paydo bo'ldi. Go'yo bir illyuziya ichida. Tok choqqisida moviy osmonda mayda-mayda yulduzlar yaltiramoqda. Yulduzlar son-sanoqsiz. Hammasi xayol. Ammo bu yerda yo'qolib ketgim kelyapti. O'zimni gallyutsinatsiya qilgim kelyapti. Janob. Ayol ovozi bilan hushiga keldi. Soatga qaradi, tungi soat 3. Uxlab qolgan edi. Bir sakrab turib, oldida Johora Xatunni ko'rdi. Xavotir bilan Johora Xatun yana dedi. Janob, Ador hojatxonada qusayotganda yiqilib tushdi. Peshonasidan qon chiqyapti. Iltimos, men bilan keling. Kelyapman. Shu zahoti 3-qavatga qadam tashladi. Oyoqlarining harakatiga qarab, u yurmay, yugurayotgandek edi. Delovar Husayn ishonchli odam. Kam o'qimishli bo'lsa-da, Mehtabga soya kabi ergashadi. Bugun uning tungi navbatchiligini ko'rib, u ham uyga qaytmagan edi. Mehtabni shoshilayotganini ko'rib, u ham orqasidan yugurdi. Johora Xatunni orqada qoldirib, avval 304 xonaga yetib keldi. Peshonasiga ro'molcha bosgancha, karavotning burchagida o'tirib, yana yosh to'kayotgan edi Ador. Mehtab yaqinlashib, mayin ovozda dedi. Ko'ray. Peshonasining katta qismi yirtilgan edi. Ro'molcha bosilgani uchun qon oqishi kamaygan bo'lsa-da, boglash kerak edi. Delovar Husaynga qarab dedi. Mening kabinetimdan birinchi yordam sumkasini olib keling. Tez. 5 daqiqadan so'ng Delovar birinchi yordam sumkasi bilan qaytdi. Ador boshini egib o'tirgan edi. Mehtab uning oldida turardi. Ador boshini shunchalik egganki, qanday qilib boglashni tushuna olmadi. Jahldor ohangda dedi. Boshingizni ko'taring. Ador boshini ko'tardi, lekin juda jahli chiqqan edi. U hozir bemor. Og'riqni his qilmoqda. Shunday bo'lsa ham, bu shifokor unga doqayishi kerakmi? Lablarini bir-biriga bosib, boshini ko'tardi. Yuzida jahldorlik izi. Burnini tez-tez qimirlatyapti. Mehtab buni payqadi. Uning jahli chiqqanini yaxshi tushundi. Ehtiyot qo'l bilan tezda boglab bo'lib dedi. Nega keraksiz qiyinchilik qilish kerak? Yurishga kuchingiz bo'lmasa, onangizni chaqirsangiz bo'lmaydimi? O'zingiz otakka o'tirmasangiz, bunday katta ish bo'lmasdi. Uning ovozi jiddiy, ammo sovuq. Sovuq ohangda haqorat qilib o'tirsa ham, odam ikkilanib qoladi. Haddan tashqari aqlli odamlardan boshqasi uning gapining uslubini tushuna olmaydi. Sovuq qon bilan oldirish. Ador gap og'ziga qaratilganini tushundi. Delovar aka. Ha, janob. Bu dorini o'z dorixonamizdan olib keling. Inyeksiya qilganimga ancha vaqt bo'ldi. Bu dori hozir kerak. Siz inyeksiya bermadingiz-ku. Qochib ketdingiz. Adorning og'zidan chiqib ketdi. Aytib qo'yganidan keyin tushundi. Mehtabning jahldor nigohiga duchor bo'ldi. Og'zini qo'li bilan tutdi. Bu noto'g'ri vaqtda noto'g'ri gapirish odati uni bir kun qamoqqa tashlaydi. Delovar Husaynni kutib, yonidagi divanga o'tirdi Mehtab. Johora begim qizini yotqizib, yonidagi divanga o'tirdi. Jim o'tirardi u Mehtab ham. U Mehtabning holdan toygan chehrasiga qarab. Ko'rinib turibdi, charchagan. Ko'zlarida uyqu. Chehrasi ham xiralashgan. Har doim silliq bo'ladigan sochlari to'zgigan. Sizni charchagan ko'ryapman, janob. Ha, biroz ish bosimi. Choy ichasizmi, janob? Doktor sifatida mening yoshim katta. Lekin men sizning o'g'lingiz yoshidaman. Qayta-qayta janob deb murojaat qilmang, iltimos. Men bezovta bo'laman. Johora Xatun jilmayib qo'ydi. U ham Mehtabga janob deb murojaat qilishdan noqulay edi.
U yana dedi: "Men choy olib kelaman. Zahmat qilmang. Men yaxshiman." "Qanday zahmat? Yonida oshxona bor. Sizni juda charchagan ko'ryapman. Men olib kelaman, siz o'tiring. Bekorga qiynalyapsiz. Hozirgina o'g'lim yoshidasiz dedingiz. Bunda qanday zahmat bor? Onaning nazdida bular mayda-chuyda ishlar. Siz o'tiring." Johora xatun ko'ngilchan odam. Kimdir o'tirib bir-ikki gapirsa, muzdek eriydi. Chiroyli gapirilsa, uni o'zinikiga aylantira boshlaydi. Mehtabning chehrasiga qarab, unda juda shafqat uyg'ondi. Baquvvat erkak qanday qilib holdan toygan holda o'tiribdi. Johora begimning ketayotganiga qarab, Mehtab o'yladi. Onasi ham shunday edi, endi yo'q. Juda shoshilinch edi, u uzoqqa ketib qoldi. 2 farzandini tashlab ketdi. Yolg'iz. Undan ranjidi, u yana bir oz vaqt qololmasmidi? Ota-onalar farzandlari bilan uzoq vaqt birga bo'lishadi. Uning onasi nega buncha shafqatsiz bo'ldi? Unga bor-yo'g'i 15 yil berdi. Qolgan 15 yilni qanday o'tkazganini onasi biladimi? Biladi, balki. Cho'ntagidan hamyon chiqarib, onasining eski suratiga barmog'ini tekkizdi. Hozir hissiyotga berilib ketadi. Bu sodir bo'lmadi. Adorning ovozi bilan. Ador uyqusirab, bir nimalarni pichirlayotgan edi. Uning tomon qaraganida, bu qiz uyqusida nimadir deb galagovur gaplarni aytayotganini ko'rdi. Mehtab e'tibor bermadi. Johora xatun kechikayotgan edi. Orqa devorga boshini suyab, telefon ekraniga qaradi. Ko'p vaqt u yerda diqqatini to'play olmadi. Yana ko'zlari itoatsizlik bilan Adorning burnida yaltirab turgan burun taqinchoqlariga qarab qo'ydi. Qanday galati tarzda bu jonsiz narsa uni og'ziga tortayotgan edi. Burun taqinchoqlari bahonasida ko'zlari Adorning uyqudagi chehrasiga tushdi. Qizil izlar sekinasta kamayib, chehrasi bilan aralashib ketmoqda. Ajoyib go'zallik degan narsa yo'q chehrasida. Bir ayolning yuzi qanday bo'lishi kerak bo'lsa, xuddi shunday. Alohida e'tiborni tortadigan biror narsa topmadi. Shunga qaramay, ko'zlari u yerda qotib qoldi. U ko'plab yosh qizlarni davolagan. Hech qachon bunday bo'lmagan. Hech qachon yaxshilab kuzatishga unchalik xohish uyg'onmagan. Ammo onasi aytgan edi, u o'zi unga kelin topib beradi. Onasi yo'q joyda esa hech qanday qizga nisbatan qiziqish paydo bo'lishini xohlamagan. Bu qiz hozir unga xayol bo'lib ko'rinyapti. Bu qiz bilan 3-marta uchrashish. Uning yuzi Mehtabning ko'zlarini og'ziga tortib turibdi. Go'yo bir lahza nigohini uzola olmaydi. Telefon ekranida qoshiq yangramoqda. Hissiz ko'zlar bir tomonga qadalgan. Johora xatun xonaga kirdi. Qo'lida termos. Stol ustiga choy piyolasini qo'yib, quya boshladi. Choyni quyib, Mehtabning oldiga qo'ydi. Uning hech qanday reaksiyasi yo'q. Bir qo'lida telefonni biroz ko'tarib, oldidagi karavot tomon tikilib o'tirgan. Tirik odam xonaga kirib, choy quyib unga uzatdi. Ammo uning hech qanday hushi yo'q. "Choyni iching." Yonidan to'satdan ovoz eshitib cho'chib ketdi. Telefon qo'lidan sirgalib, stolga shovqin bilan tushdi. Johora xatun qachon keldi? U shu yerda o'tirib ham buni ko'rmabdi. Hayratning chegarasi yo'q edi. "Siz qachon keldingiz? Hozirgina yoningizdan o'tdim. Siz nimadir o'ylayotgan edingiz." "Oh, choyni iching." Tetiklashtirib qo'yadi. "Rahmat." Delovar Husayn ko'p vaqt oldi. Kelib, nafasi qisilib dedi. "Oling, janob. Pastdagi dorixonalarning birida ham bu dori yo'q ekan. Uzoqdan olib kelish kerak bo'ldi. Bu ishlarga mas'ul bo'lganlarni mening yonimsamga chaqiring. Ehtiyotsizlikni mutlaqo yoqtirmayman. Nima uchun klinika dorixonalarida hamma turdagi dorilar bo'lishi kerak emas?" Bomdod azoni vaqti bo'ldi. Soat 4dan keyin oz kabinetiga kelib o'tirgan edi. Boshi og'ir edi. Shuning uchun kabinetidagi karavotga yotib, dam olishga harakat qildi. Undan hech narsa chiqmadi. Boshi hozir og'ir qilib turibdi. Shuning uchun saharda yo'lakda turibdi. Tashqarida azon yangradi. Kasalxonaning qoplari masjidga namoz o'qishga ketayotgan edi. Mehtab yo'lakda panjara yonida tikilgan edi. "Siz hali uyga bormadingizmi?" Orqasiga qarasa, Johora xatunni ko'rdi. Boshiga ro'mol bog'lab, u ham namozga ketayotgan edi. Mehtabni ko'rib to'xtadi. "Ha, birozdan keyin boraman." "Mayli, namoz o'qib kelaman." "Mayli." Qorong'i 304 xona. Oq pardaning orqasidan mayin nur oqib kelmoqda. Lekin xonada unchalik o'zgarish bo'lmadi. Ador bemalol uxlayotgan edi. Uxlasa, uning hushi bo'lmaydi. Butunlay uyquga ketadi. Lekin oz uyida, oz karavotida. Kasalxona karavoti toshdek qattiq.
Tun bo'yi uxlansa ham tinchlanmagan. Bir chekkadan ikkinchi chekkaga ogirildi. Bir muncha vaqt o'tgach, ko'zlarini pirpiratib ochdi. Hamma narsa xira ko'rindi. Qorong'i ham edi. Labini tishlab, shiftdagi charxpalakka qarab, o'rnidan turmoqchi ediki, o'shanda yonida kimdir borligini ko'rib, hushidan ketayozdi. Xira qorong'ilikda qo'llarini ko'kragiga bog'lab kimdir turibdi. To'liq aniq emas, lekin bu onasi emasligi aniq. Bir erkak. Misi ishlay boshlagan zahoti baqirmoqchi bo'lganida, u shaxs uning og'zini berkitdi. Ador katta-katta ko'zlar bilan tikilgancha, bir qo'li bilan og'zini berkitib, ikkinchi qo'li bilan xonaning chirog'ini yoqdi Mehtab. Shundan so'ng dedi: "Jim, siz bu yerda nima qilyapsiz?" "Tekshiruvga keldim." "Shunaqa qorong'ida, og'ridek. Siz meni og'ri deyapsiz." Jahldor ovozda dedi Mehtab. "Yo'q, men qo'rqib ketdim. Siz chiroqni yoqib qo'ysangiz bo'lmasmidi?" Jahli tushdi. Ovozi sovuq va mayin bo'lib qoldi. Stetoskopni yelkasiga osib dedi: "Siz uxlayotgan edingiz." Ador gapni uzaytirmadi. U bilan gaplashish galati. Gapga gapni aytsa, olov yog'diradi. Bekorga o'z oyog'iga bolta urishning nima keragi bor? Bekorga xorlanadi. Uning parhez dasturidan qattiq jahli chiqqan edi. Ustiga ustak gapirsa, boshi ikkiga bo'linadigan bo'ladi. Bilasizmi, agar baqirganingizda qanday yomon sahna yuzaga kelgan bo'lardi? Siz aqldan ozganmisiz? Og'zingizni ochishdan oldin o'ylab oching. Ador chuqur nafas chiqardi. U og'zini ochmaslikka qaror qilgan edi. Ochsa-da, jahldor gaplarga duch keladi. Mana og'zini ochmasa ham gaplarga duch keldi. Undan yaxshisi nima deb bo'lsa-da aytib qo'yardi. Hech narsa qilmay aybdor bo'lishdan ko'ra, xato qilib aybdor bo'lish 1000 marta yaxshi. U esa o'z aybini boshqalarga yuklamoqda. Kim unga arvohday kelib turishni aytgan? To'satdan uyg'onib, kimsani qorong'ida turganini ko'rib, kim qo'rqmaydi? Sizdan bir iltimos qilmoqchiman. Ranjimang. Johora Xatunning gapiga Mehtab erkin javob berdi. "Ha, albatta. Kuni kecha eshitdim, ishingiz uchun yordamchi qidiryapsiz. Bir o'qimishli yigit yoki qiz. Men aslida shuni aytmoqchi edim. Ikkilanmang. Nima demoqchi bo'lsangiz ayting." Ador ham onasiga qaradi. Nima demoqchi ekan? Uning yordamchisi haqida onasining nima gapi bo'lishi mumkin? Adorning oldin ish tajribasi bor. O'qishni ham tugatgan. Hozir uyda. Men shuni aytmoqchi edim, agar uni yordamchi sifatida. Johora Xatunning gapining ma'nosini tushunib, eng avval ko'zi Adorga tushdi. Ador onasiga qarab, og'zi ochiq qolgan. "Nima?" dedi u. Bilib yo'lbarsning og'ziga tashlamoqchi. Shu vaqtgacha uning gapiga qarab, qaynatilgan sog'lom ovqatlarni yedirgan. Endi uni butunlay topshirib qo'ymoqchimi? Mehtabning chehrasiga qarab, "Johora begim" dedi. "Aslida bizning hech qanday muammomiz yo'q. Ammo ishlash yaxshi. Tajriba bo'ladi. Keyinchalik turli sohalarda foydasi tegadi. Agar sizda muammo bo'lsa, bekor qiling. Ranjimang." Yo'q, menda qanday muammo bo'lishi mumkin? U qaysi sohada o'qigan? Ador imkoniyatni qo'ldan bermadi. U bilan Mehtabning sohasi hech qanday mos kelmaydi. U siyosatshunoslik talabasi. Shoshib dedi: "Men san'at sohasidanman. Menda bu tibbiyot narsalari qanday mos keladi?" Mehtab tortmadan bir karta chiqarib Adorga uzatdi va dedi: "Bu yerda mening elektron pochtam bor. Rezyumeni jo'nating. Davomi bor, video uchun savollar." Ador yiqilib, peshonasidan qon chiqqanida unga yordam kim berdi? Mehtabning onasi haqidagi xotirasi uning qanday kechinmalarini yuzaga keltirdi? Johora Xatun Mehtabdan qanday iltimos qildi va Mehtab bunga qanday javob berdi? Ba'zi odamlar tungi navbatchilikda uxlab qoladi. Ba'zilar esa qorong'uda boshqa bemorning yoniga boradi. Hech qanday tibbiy sababsiz, faqat qarash uchun. "Doktor Mehtab, siz nima qilyapsiz? Bu qiz sizga nima qildi?" Ko'chalarda yuk tashuvchi yuk mashinalari, uzoq masofaga qatnaydigan avtobuslar va boshqa transport vositalari harakatlanmoqda. Ikki chekkada sariq rangli lampalar yonib turibdi. Klinikaning sun'iy chiroqlari bemorlarning qulayligi uchun yoqilgan. Kimdir mudrab o'tiribdi, kimdir esa mas'uliyat bilan ishlashda davom etmoqda. Bu yerda dam yo'q. Odamlar smena bilan ishlaydi. Shifokor deb atalmish jonzotlar. Ular ham uxlaydi, ular ham charchaydi. Majburiyat tufayli o'z hayotlari ham boshqalarga qaram bo'lib ketadi. Derazadagi oq pardani tortib, qora rangli stulga o'tirdi Mehtab. Shuncha vaqt turli ishlar bilan band bo'ldi. Shahar band bo'ldi. Tana bir oz dam olish kerakligini aytdi. Shu ehtiyoj tufayli
হ্যালো জনগণ, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সো আজকের এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে শোনার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের আমাদের এই উজবেকিস্তানি লাইভ স্টোরিটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না।